100 bosh limuzin simental Angus g'onajinlar. Birinchi qo'l. Bo'g'oz masala, g'onajin. 100 dona bor nalichida, o'ta chiroyli narxda. Narxlar ozgina tushgandekmi bilmadim, video oxirigacha ko'rsanglar bilib olasizlar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qanchaga boradi? Hozircha desam bo'ladi, Parondan bor yo'l. Rossiya, Ozarbayjon, Turkmaniston, O'zbekiston yo Tojikiston kiradi. Общий o'rtacha 7 kundan 8 kungacha yo'lda yuradi. Erta borgani 5 kun, unda ham 10 ta mashinadan ikkitasi 5 kunda borishi mumkin. Ehtimoli bor. Tojikistonga 12 kun, 15 kungacha degan deb aytamiz. Что odamlarning oldida keyin ikki so'z bo'lib qolmasligi uchun to'g'ri gapiramiz aka. Bordi, bor, yo'qdi yo'q deymiz. Like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Video oxirigacha ko'ring, qanchaga boradi. O'ta bombalari. Rossiya ichida 270 rubldan bo'lgan g'onajinlar, limuzin, simental, Angus, Grifford ham bor ichida. 270 rubldan taroziga beraman deyapti. Hali bu g'onajin. O'rtacha 400-450 kilogramm keladigan g'onajinlar 115 mingdan 120 ming rublgacha bo'ladi hisob-kitob qilsangiz. O'zbekistonga 170 ming rubl atrofida boradi bular. 170 ming rubl. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyga fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Originallari birinchi qo'l.